Taniqli adib, yirik davlat arbobi Sharof Rashidov 1917-yilning 6-noyabrida Jizzax shahrida dehqon oilasida tavallud topgan. Narimonov nomidagi o'rta maktabda dastlabki ma'lumotni olgan. Jizzaxdagi pedagogiya texnikumida o'qigan. 1941-yilda esa Samarqand davlat universitetini tugatgan. Shundan so'ng u muallim va muxbir sifatida faoliyatini boshlagan. 1938-yil, 1941-yillarda Samarqand viloyatining Lenin yo'li gazetasida ishlaydi. 1941-yil, 1942-yillarda urushda qatnashadi. Frontdan qaytgach, 1944-yil, 1947-yillarda Samarqand viloyati partiya tashkilotining kotibi bo'lib faoliyat ko'rsatadi. 1947-yil, 1949-yillarda Qizil O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston ovozi gazetasida muharrirlik qiladi. Sharof Rashidovning ijodi 30-yillarning ikkinchi yarmida boshlangan. U dastlab she'riyatda qalam tebratib, Samarqand kuylari nomi bilan birinchi she'riy to'plamini e'lon qilgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida yozgan she'rlari 1941-yilda Qahrim to'plamida chop etilgan. U ayni chog'da adabiyotshunos va munaqqid sifatida ham qalam tebratgan. Sharof Rashidov ijodida maqolalarvilistik muhim o'rin egallaydi. 1981-yil, 1983-yillarda adibning 5 jildlik asarlari rus va o'zbek tillarida chop etilgan. 1983-yilning kuzida vafot etgan.